Bugun bizlar Baxni qishlog'iga kelganmiz. Diyorbek va Oybekjon tomonidan onalariga tug'ilgan kuni bilan tabriklab ketamiz. Asqarjon bilan xizmatlarimiz nasib bo'lsa. Xongullardan sizga eng chiroyli gullar. Oybek osh markazidan osh mazza qilib iste'mol qilasizlar. O'tiravering siz bemalol ana qilavering. Bize konu da. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bizlar Shiqlar qishlog'iga kelganmiz. Zokir aka xonadonlariga qizlari, kuyovlari tomonidan Oybek osh markazidan. Shitxondan Oybek osh markazidan bugun qizlaringiz, kuyovingiz tomonidan dadamga, onamga dedi, mazza qilib iste'mol qilish uchun dedi, osh dedi. Kuyovingiz aytdi, har doim kelsam dedi, osh damlab beraydi qaynonam dedi. Men ham bir osh jo'natay dedi. Rahmat. Shitxon. Rahmat. Mayli, xo'p. Keyingiz o'tingiz.